Biz kommentariyada sizda qoldiramiz. Keling, o'tiring. Gapirib turing. Siz bunday qo'shilib. Lak bosamiz akalar, lak. O'g'il abi. Laklardan bosamiz akalar. Va alaykum assalom. Qo'yma aka bilan o'tiraman. Rahmat, sog' bo'ling. Balkon lak, laklardan bos, podilitsalarni bosinglar akalar. Bor, Qozog'istonda qayerga ketish kerak? Ko'payib ketsa zo'r bo'lib ketadi akalar. Shimkentga, ha? Shimkentga borish kerakmi? Oh, shabada. Bo'ladi, bo'ladi. 500 mingga to'g'ri keladi. Har kuni bor, qachon ketasiz? Bor, har kuni bor-da. Xohlaysiz. Ha? Bo'ladi, ish nomeriga telefon qilaverasiz. Yaxshi. O'tib tur, gapirib tursiz bo'ladi. Kimga gapirish ekan? Akalar, ukalar, opalar, singillar, bosamiz like'larni kommentariyada. Otak uyatmasu qizlar so'kinganda. Ne bo'lyapti tushunmadim. Nima bo'ldi? Nima so'kinmanglar, bir-biringlar bilan urushmanglar. Vatandoshlar. Günaydın arkadaşlar, nasılsın? Ben Türkiye'den yazıyorum. Aytım Zeynep. Zeynep nasılsın? Ne çıksın? Assalomu alaykum. Sağ ol. Yakında İstanbul'a borar Zahid. Boramiz. İstanbullarga avtobus qo'yamiz inshaalloh. İstanbul'a borar Zahid. Sizlardan olib boracağım. İstanbul'a boracak bu Zahid. Zahid'i ko'rsana. Baksana Zahid'a. Olib boracağım. Türklerge boracağım. Yakında Türkiye İstanbul'a boracak. Power bo'lajak, ovqat qilajak. Ya ukajonim meni, ishlar yaxshimi? Rahmat. Kiradi, ustodim. Bosamiz. Toshkent, Moskva, Toshkent, Krasnodar, Toshkent направленияsi. Kim ketish istagida bo'lsa, kelish istagida bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar. Like'larni aymasdan bosinglar, kommentariyada esa izoh qoldiringlar. Krasnodarlarni ham aytib o'ting. Krasnodar shahriga seshanba hamda juma kunlari reyslarimiz bor. Направленияsi o'z ichiga oladi. Krasnodarga, Saratov, Volgograd, Rostov, Krasnodardan tashqari Mariupolga через Rostovdan o'tib ketsanglar bo'ladi. Gelenjik, Sochi, Anapa, Novorossiysk shaharlariga через Krasnodar ketsanglar bo'ladi. Bemalol. O'zimizni o'zbekistonlik shopir akalarimiz sizlarni kutib oladi va manziliga yetkazib qo'yadi. Xohlasanglar avtobuslarda, avtovokzallardan manziliga yetkazsanglar bo'ladi. Prямой reyslarimiz hozirda Toshkentdan Krasnodar Gadovur. Agarda sizlar gruppa bo'ladigan bo'lsalar, sizlarni sog' salomat manzillargacha yetkazib qo'yamiz. Buncha Zaynab deyilmadi bu yerda. Zilola ekan. Ben Zaynab deganiga yozdik. Ukam deporti bo'lganida nahotki ochilgan deport bo'lganman. Nahotki ochilganman. Bilmadim, pasportingizni tashlaysiz, xolos MVD dan tekshirtirib ko'ramiz. Besplatniy MVD dan FMS dan tekshirishingiz platniy. 1000 rubl. Bemalol pasportinglarni tashlasanglar bo'laveradi. Murojaat uchun esa +7965 136 47 raqamlariga murojaat qilib joylarni bandlasanglar bo'laveradi. Yo bo'lmasa pasportliklarini tashab, danligingizni tekshirtirib olsanglar bo'laveradi. Bemalol murojaat qilinglar. Toshkentdan Moskvaga, Moskvadan Toshkentga tekshirib berdiz ukam, katta rahmat. Gap yo'q, joningiz sog' bo'lsin, tekshirgan bo'lsa. Toza chiqdimi? Yozmasam o'zim o'qirayman. Zohidjon aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Rahmat. Zohidjon aka zo'r yuribdi. Zohid aka Istanbulga ketyapsizmi? Yaqinda Istanbulga ketar ekan. Zohid aka u yerda nima qilasiz? Powerchilik qilaman deyapti. Moskvaga qaytib bormaysiz. Moskvadan deport bo'lgan Zohid akangiz. Mashinalarni hammasini sotib oldi. Hozir mashinada emas, piyoda yuribdi. Avtobusdamiz hozir. Avtobus minaman deyapti. Paxtaot qayerdansiz? O'zidan. Qayerdan? Zavodni bo'yida. Bo'ladimi, sizlar o'qisam? To'g'ri qildim. Yo'q, o'zim o'qib, o'zim yozdim. Naqam pizara solasan. Men o'qiyapman, o'qi menikidan degansiz o'qib qo'ydim-da zavodga. Men ko'ngilni qoldirishdi, ko'ngilni og'ritishdi olamman. Ko'yningni ko'chasiga qo'tirdim boshimni. Toshkent, Moskva
7-aprel kuni aksiya 750 ming so'm. 750 ming so'mdan bemalol joylarni band qilishlari mumkin. Ishonchli nomerlarimiz 94 kodi bilan 410 70 27 raqamlar.